Assalomu alaykum, aziz futbol muxlislari. Sizlarni Secretex kanalida yana bir bora ko'rib turganimizdan nihoyatda xursandmiz. Agar siz haqiqiy futbol ishqibozi bo'lsangiz, transferlar olamidagi eng qaynoq yangiliklarni birinchi bo'lib bilishni istasangiz, hoziroq kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha tugmasini bosishni unutmang. Chunki oldinda sizni butun futbol olamini larzaga solishi mumkin bo'lgan shov-shuvli voqealar kutmoqda. Bugun gap dunyoning eng buyuk klublaridan biri Real Madrid haqida ketadi. Ha, aynan Real Madrid, Yevropa futbolining qiroli, Chempionlar Ligasi tarixidagi eng muvaffaqiyatli klub va har bir transfer oynasida butun dunyo e'tiborini o'ziga qaratadigan jamoa. So'nggi kunlarda Madridda juda katta shov-shuv yuzaga kelmoqda. Sababi esa klub prezidenti Florentino Perezning kutilmagan bayonoti bo'ldi. Futbol olamida Galacticos loyihasining asoschisi sifatida tanilgan Perez muxlislarni hayratda qoldiradigan gaplarni aytayapti. Uning so'zlariga ko'ra, shu payshanba kuni men Real Madridning kelasi mavsum uchun ilk shov-shuvli transferini e'lon qilaman. Barcha mening sport loyiham nimadan iboratligini biladi. Tarkibida eng yaxshi o'yinchilarni jamlash va g'alaba qozonishda davom etish, dedi Florentino Perez. Mana shu birgina jumla butun futbol dunyosini oyoqqa turg'izdi. Endi asosiy savol tug'iladi. Bu sirli transfer kim bo'lishi mumkin? Muxlislar allaqachon turli taxminlarni ilgari surishni boshlashdi. Ijtimoiy tarmoqlarda minglab fikrlar paydo bo'lmoqda. Ayrimlar bu transfer Kylian Mbappe bilan bog'liq navbatdagi yangilik bo'lishi mumkinligini aytishmoqda. Boshqalar esa Real Madrid yana bir bor super yulduzni olib kelishga tayyorlanayotganini ta'kidlashmoqda. Lekin Florentino Perezni yaxshi biladiganlar bir narsani aniq aytishadi. Agar u shov-shuvli transfer desa, demak, gap oddiy futbolchi haqida ketmayapti. Tarixga nazar tashlaylik. Zamonamizning 2000-yillarida Perez prezident bo'lganida futbol olamidagi yangi davr olib kirgan edi. U Luis Figo transferi bilan butun dunyoni hayratda qoldirdi. Keyinchalik Zinedine Zidane, Ronaldo Nazario, David Beckham, Michael Owen kabi super yulduzlarni Madridga olib keldi. Bu davr keyinchalik Galacticos nomi bilan tarixga kirdi. 2009-yilda esa Perez yana prezidentlikka qayta va navbatdagi inqilobni boshladi. O'sha yozda Cristiano Ronaldo, Kaka, Karim Benzema va Xavi Alonso kabi yulduzlar klubga qo'shildi. Natija nima bo'ldi? Real Madrid futbol tarixidagi eng muvaffaqiyatli davrlardan birini boshdan kechirdi. Klub Chempionlar Ligasi kubogini ketma-ket qo'lga kiritdi va dunyo futbolida yangi imperiya qurdi. Endi esa bu ko'pchilikni qiziqtirayotgan savol shuki, Perez yana shunday tarixiy transferni tayyorlayaptimi? So'nggi haftalarda bir nechta nomlar tilga olinmoqda. Ba'zi manbalar Real Madrid yosh super talantlarni kuzatayotganini yozmoqda. Boshqa ma'lumotlarga ko'ra esa Madrid klubi tarkibini yanada kuchaytirish uchun allaqachon muzokaralarni yakunlagan. Ayrim muxlislar esa bu transfer jamoaning kelajakdagi yangi yetakchisi bo'lishi mumkinligini taxmin qilishmoqda. Eng qizig'i shundaki, Perez odatda katta transferlarni e'lon qilishdan oldin bunday ochiq bayonot bermaydi. Demak, bu safar gap juda katta voqea haqida ketayotgan bo'lishi mumkin. Futbol olamidagi ekspertlar ham bu bayonotga befarq qolishmadi. Ko'pchilikning fikricha, Real Madrid kelasi mavsumda yanada kuchliroq bo'lishni maqsad qilgan. Madridliklar nafaqat Ispaniya chempionligi, balki Chempionlar Ligasi uchun ham asosiy da'vogar bo'lib qolishni istashmoqda. Shu sababli yangi transfer jamoaning kuchini yanada oshirishi mumkin. Bir tasavvur qiling, Santiago Bernabeu stadionida minglab muxlislar, tribunalar to'la, kameralar yoqilgan, jurnalistlar tayyor va Florentino Perez sahnaga chiqib, yangi futbolchining nomini e'lon qiladi. Agar bu transfer haqiqatdan ham kutilgan darajada katta bo'lsa, futbol tarixidagi eng muhim yangiliklardan biriga aylanishi mumkin. Hozircha esa butun futbol olami kutish rejimida. Bir necha soatdan keyin yoki ertaga
Biz bu sirning javobini bilib olamiz. Sizningcha, Florentino Perez qaysi futbolchini nazarda tutmoqda? Bu transfer Real Madrid tarixidagi eng yirik transferlardan biriga aylanishi mumkinmi? Yoki Perez yana butun futbol dunyosini hayratda qoldiradigan kutilmagan qaror tayyorlayaptimi? Fikringizni albatta izohlarda yozib qoldiring. Har bir kommentariyangizni o'qiymiz va imkon qadar javob beramiz. Sizning fikringiz biz uchun juda ham muhim. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Kanalimiz rivoji aynan sizlarning qo'llab-quvvatlashingizga bog'liq. Har bir obuna, har bir like va har bir izoh kanalimizning yanada o'sishiga yordam beradi. Shuning uchun hoziroq Secretex kanaliga obuna bo'ling. Videoni do'stlaringiz bilan ulashing va eng qaynoq futbol yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Kelasi videolarda yanada qiziqarli, eksklyuziv va shov-shuvli futbol yangiliklari bilan uchrashguncha xayr. Secretex futbol olamining eng sirli va eng qaynoq markazi.